Akalar mana Laykida hech qachon bu o'yinni o'ynamanglar. Oldiga korobkachani qo'yib olganda 1000 rubldan 800 ming rublgacha deyapti. 2000 chek deyapti, sotib olish deyapti. Bu o'yinda короче, nima desa bo'ladi, yutqazish yo'q ekan. Eng kami 1000 rubl ekan. Hech qachon bunaqa o'yin bo'lmaydi. Короче, odamlar qiziqtirish uchun 1000 rubldan 800 minggacha deyapti. Sotib olgan biletingiz 2000, keyin yutib olgan pulingizni foizini qaytarib bunga tashlaysiz. Sizga yutug'ingiz tashlamasdan turib. Siz bunga foizini tashlaysiz, sizni короче kidirib ketadi. Hech qachon bu o'yinni o'ynamanglar. Mana Jackpot degan Laykida. Ana YouTube'da ham kanallar bor ekanmish. Endi rost ma'lumotmi? Sizlardan iltimos o'ynamanglar bu o'yinda. Xohlasalaring qiziqqanlar mana qiziqqanlar o'ynab ko'rsin mana. Shunchalik ishonmayotganlar bo'lsa.